Kenan bilan nima tushib qoldik-da, o'raylar yaxshi-ku. O'zi bu ayollarga boshliqlikni bermasin ekan. Sal qo'rqsang bo'ldi, boshingga chiqib oladi. Uni tushundim. Nima bo'ldi o'zi? Sabr qilib tursangiz, sekin-sekin aytib beraman. Bak. Xullas, kecha og'aylarim kelgandi. Ishdan qaytib oladigan bo'lgan shunaqa. Kontrga. O'z zo'ringiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Muhiddin aka oshxonada ishlar to'xtab qoldi, balki borarsiz. Oshxonada asl bor, tayyorlab qo'yganman. Birinchidan, bosh oshpaz mijozlar bilan o'tirish mumkin emas. Ikkinchidan, ovqatlarni siz nazorat qilasiz, asl emas. Ko'rmayapsanmi, og'aylarim bilan o'tiribman. O'rtoq. Qora qol. Boshni chaqirganda borish kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Bor o'tamiz. Bor. Xotinni qo'lib qolibdi-ya. Pul bo'lsa bo'lganda. Bu nima qilganing? Ko'rsan, og'aylarim kelgan. Atela basamga o'tsammi? E'tiboringiz uchun bu ishxona, choyxona emas. O'zi har kun ishdan keyin mana shu o'rtoqlaringiz bilan kontrda, choyxonada yurishingiz jonimga tegdi. Yana yetmaganiga ishxonangizga kelyapti gap sotgani. Hey, ular bilan-chi xohlagan joyimda uchrashaman, tushundingmi? Sen menga xo'jayinchilik qilmagan. Men bu yerda ish boshqaruvchiman. Sizga indamasam boshqa ishchilar nima deb o'ylaydi? Hey, boshqa ishchilar bilan umuman ishim yo'q. O'zi qayerdan ham sen bilan bitta joyda ishladim. Qayerda yuribsiz? Yolg'iz aylangib keldim, maylimi? Mayli emas. Hey, boshliqligingni-chi restoranda qilasan. Bu yerda men xo'jayinman, tushundingmi? Restoranda siz deb qancha gap eshitganim bilasizmi? Yog'ingni sanimon bo'ling. Sen bilan kelishgandik, chegaradan o'tmaymiz deb. Bugun og'aylarim oldida sharmanda qilding. O'sha bekorchi og'aynilaringizdan nima foyda? Sizni deb men ishxonada gap eshitdim. Ish boshqaruvchilikni eplolmayapsan deyishdi. Bo'ldi qil. Sen bilan gap talashga umuman kayfiyatim yo'q. Bo'ldi qilmayman. Ishxonadan qochib ketsangiz, uyda gaplashmasangiz qachon gaplashamiz? Bo'ldi qil domla. Ayol kishi degan bitta gapdan qoladi. Bo'pti, men ketdim. Qayerga? O'ynashimnikiga. Boring o'sha o'ynashingiznikiga. Tushunaman siz aka. Nimani tushunasan, hali uylanmagan bo'lsang? Maslahatim umuman uylanmagan, ukam. Sizlar hali ham turibsizlarmi? Mijozlar kutib qoldi, balki tezlasharsizlar. Kelib.